Fotima raziyallohu anhu hammaga namuna bo'lgan oila. Yangi hayot boshlandi. Nurli, samimiy va fayzli bir oila qurildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning naslini davom ettirgan bu baxtiyor oiladan Sayyid, Sharif unvonlari bilan tilga olinadigan baxtli insonlar dunyoga keldi. Jannat yoshlarining janoblari va jannat hurlarining xonimlari bilan nurli nasl davom etdi. Sayyidlar naslining bosh bo'g'ini bo'lgan bu oila muhabbatga to'la, juda fayzli bir xonadon edi. Bu yerda sevgi, hurmat, mehr, marhamat, xizmat, farosat, nazokat va nazohat kabi ustun axloqqa ega fazilatlar mujassam edi. Hayotning achchiq-chuchuklari bilan boricha qabul qilgan oila a'zolari dunyoning musibatlariga birgalikda ko'ksilarini qalqon qilar edilar. Uy yumushlari Fotima Zahroga, uydan tashqaridagi ishlar esa Hazrat Aliga yuklatildi. Ichki va tashqi vazifalarni bo'lishib olish orqali ular bir butunning ikki parchasiga aylandilar. Fotima onamiz vaqti kelganda qo'l tegirmoni bilan arpa yanchib, non yopdilar. Taom tayyorlab uy tozaladilar, butun uy yumushlarini bajardilar. Tegirmon aylantiraverib qo'llari qabardi. Biroq yo'qchilikdan, yo'qsillikdan aslo shikoyat etmadilar. Zohidona hayot kechirib, hech kimga hasrat qilmadilar. Azizlar, Fotima onamizning mana shu fazilatlarini o'zimizga o'rnak qilib olsak arziydi. Eshittirishlarimiz sizga manzur bo'layotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling.